ko'p yillar tengdoshlaridan ortda bo'lgan Azimjon Po'latovni yirik texnologik kompaniyada ishlagan Azim Po'latdan bir nechta prinsiplar ajratib turadi. Bu prinsiplar shunchaki motivatsiya emas. Ular hayotimni doim yaxshilab borishda, oson qarorlar qabul qilishda va to'g'ri yo'lni tanlashda menga doim yordam berib turadi. Bugun shu prinsiplardan 7 tasi haqida gaplashamiz. Boshladik. Birinchi prinsip solishtirmaslik. 2009-yil oilaviy Toshkentga ko'chganmiz va yangi maktabga borishni boshladim. Va yangi sinfdoshlarim bilan o'zimni tabiiyki solishtirishim mumkin. Va nimaiki solishtirishim mumkin bo'lsa, hammasini yutqizgan bo'lardim. Sababi bizda na uy, na mashina, na yaxshi baholar bo'lgan menda. Chunki hali endi qishloqdan ko'chib kelgan Azimjon na ingliz tilini bilardi, na rus tilini bilardi, na hattoki diktant yoza olardi. Shunaqa holatda men solishtirmaslikka qaror qildim. 5-sinf bo'lsam ham o'zimni yo solishtirmayman, o'zimga e'tiborimni qarataman. O'zim qaysi o'rindaman, qanaqa baho olyapman, nimani bilmayman, nimani bilishim kerak. Oldinlab ingliz tilida o'quv markaziga 8-sinfda 3 oy borib, butun maktabdan olimpiadasida yutishni boshladim, matematikadan olimpiada yutishni boshladim. Sekin-sekin rivojlanib, shu tariqa maktabdagi yaxshi o'quvchilardan biriga aylandim. Keyin esa solishtirish boshqa sohalarda ham bo'lishi mumkin edi. Yo'q, o'zimni solishtirmayman. Meni o'zimning hikoyam bor va buni men yashayapman. Hamma o'zini yo'lida degan qaror bilan inhadan o'qishdan ketishga ham qaror qilganman. Sababi o'qishdan ketayotgan o'quvchilar biladi. Hozir ketsam qachon qaytaman, qancha vaqt kechikaman degan narsa bor va kechikish odatda solishtirganingizda bo'ladi. Uylanishga kelganda ham, startap qurishga kelganda ham, dasturchi bo'lib ish karyera topganingizda ham hammasi solishtirish odatda boshqalar bilan, o'zgalar bilan bo'lganligi uchun biz qanaqadir o'zimizni ortda qolayotgandek his qilamiz va hissiyot bizga yordam bermaydi, aksincha xalaqit beradi, baxtsiz qilib qo'yadi. Shuning uchun solishtirmaslikka imkon qadar harakat qilaman. Bu asosiy prinsiplarimdan birinchisi. Ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda Instagramni shuni oching, reel turibdi, startap qurgan milliarder yigit. Pastga tushasiz. Milliarder biznesmen uyini ko'rsatadi, pastga tushasiz. Azim Po'lat Google'dagi bir kunni ko'rsatyapti, pastga tushasiz. Siz startapda ishlaysiz-ku, oddiy kompaniyada, hatto xolodilnik ham yo'q, startapda ishlaysiz. Shunaqa holatlarda o'zingizni solishtirib baxtsiz his qilasiz va bu baxtsizlik sizni oldinga emas, orqaga tortadi. Shuning uchun solishtirmaslikka imkon qadar harakat qiling va solishtirish o'rniga o'zingizga e'tiborli bo'ling. Siz qayerdasiz? Siz o'yinni qaysi leveldasizki, keyingi levelga o'tish uchun nimalar qilishingiz kerak? Oldingizdagi bor imkoniyatni maksimal darajada foydalanishga harakat qiling. O'tgan kuni bir yigit oldimga keldi. Azim aka deydi. Ha desam, siz kabi Google'da ishlamoqchiman. Men bu startap kichkina kompaniyada yurish jonga tegdi deydi. 20 yosh yigit. Hozir uni yoshida men uni kompaniyasini orzu qilardim. Bu imkoniyatdan unumli foydalanish kerak. Hozir o'yinda 5-levelda bo'lsa, misol uchun 10-levelga chiqmoqchi bo'lsa, 5ni zo'r o'ynab qo'yish kerak. Keyin 6ni zo'r o'ynash kerak. Shu tariqa qadamma-qadam boriladi. Birdaniga 10ni istab siz 10ga bora olasiz degani emas. Shuning uchun hozir oldingizda turgan imkoniyatlarni, hozir siz qaysi qatlamdasiz, qaysi o'yindasiz, qaysi darajadasiz, o'shalarni maksimal imkoniyatdan foydalaning va sekin keyingisiga urinib ko'ravering. Demak, solishtirmaslik o'zingizni qayerdaligingiz va nima qilayotganligingizga doim undab turadi. Va solishtirmaslikdan keyingi eng muhim prinsiplardan yana bittasi bu qisqa yo'l tanlamaslik. Hozir bugungi kunga kelib hamma narsada qisqa yo'l bor. Muskul yig'moqchimisiz? Steroid bor. Pulingizni tez ko'paytirmoqchimisiz? Kriptovalyutalar bor. Yoki tez ko'p pul topmoqchimisiz? Yana qanaqadir skam pul, kartadan pul o'g'irlayotganlar qancha ko'paygan. Ya'ni qisqa yo'lni izlayotganlar ko'p. Pul topmoqchimi? Amerikaga borish kerak deydi birdaniga, misol uchun ko'proq pul topmoqchi bo'lsa. Yo'q, bu qisqa yo'llar hammasi. Biz avval uzoqroq yo'llarni, uzoqqa olib boradigan yo'llarni, oxiri bor yo'llarni izlashimiz kerak. Inhadan o'qishdan ketganimda, universitetdan ketganimda oldimda ikkita yo'l bor edi. Birinchisi $1000 logistika bo'yicha ketish. Oyiga $1000 to'laydi. Ingliz tilini bilsangiz kifoya. Va ingliz tilim yaxshi bo'lganligi uchun bu ishda boshlash muammo bo'lmasdi. O'sha vaqtning o'zidayoq $1000 ishlash mumkin edi. Lekin yo'q, men dasturlashni tanlayman. Qiyinroq yo'llarni tanlayman deb dasturlashga kirganman va oyiga $300 ishga ham xursand bo'lib ishlashni boshlaganman. Va o'shanda dasturlashda kelajak borligini, dasturlash uzoq imkoniyatlar berishini, kattaroq imkoniyatlar paydo bo'lishini, kelajakka ko'proq ishonib dasturlashni tutganman. Va bugun ham hozir misol uchun ko'rishimiz mumkin, hali bu yo'nalishda ish topa olamanmi, hali bu yo'nalishda nimadir o'xshaydimi degan har xil qo'rquvlar, hayajonlar bizni ish qilishdan to'xtatib, darrov eng yaqinini, eng osonini tanlashimizga sabab bo'ladi. Va shuning uchun qisqa yo'ldan yurmang, uzoqroqni o'ylab ish qiling. Bu mening asosiy prinsiplarimdan biri. Va bu nima degani? Men trading bilan shug'ullanmayman. Kriptovalyuta bilan shug'ullanmayman.
lotereya o'ynamayman. Green cardni hozirgacha bir marta ham o'ynamaganman. Sababi nimadirga erishmoqchi bo'lsangiz, unga mustaqil o'zingiz erishishga harakat qiling. Muskul yig'moqchimisiz? Sport bilan doimiy shug'ullaning, steroid orqasidan yugurmang. Chunki tez kelgan narsa tez ketadi ham. Juda ko'p eshitamiz, kriptovalyuta orqali qancha insonlar pulini yo'qotgan, trading orqali qancha inson parokanda bo'lgan yoki boyib ketgan deymiz. Qisqa kelgan narsa, qisqa yo'l bilan tez kelgan narsa tez ketadi ham. Shuning uchun nimadir quryapsizmi, ilm o'rganyapsizmi, doim uzoqroq yo'lni tanlang va qisqa yo'ldan ehtiyot bo'ling. Naval aytadi, Naval Ravikant, eng qisqa yo'ldan yurmaslik. Qisqa yo'l nimaligini o'zingiz bilib turasiz. Doim u jozibador ko'rinadi, doim u oson ko'rinadi, doim u bitta imkoniyatdek ko'rinadi. Lekin u imkoniyat aslida oxiri yo'q imkoniyat bo'ladi. Sizni o'sha joyda, o'sha levelda ushlab qoladigan trap bo'ladi qaysidir ma'noda. 3-prinsip tashabbuskorlik. Bu prinsip hayotimni nihoyatda qiziqlashtirgan, imkoniyatligi boyitgan, ko'p ishlarni boshlab ko'rishimga, qo'rquvimni yengishga sabab bo'lgan. 9 yoshda olcha sotish bo'ladimi? Yoki litsey paytida 15 yoshda IELTS mock ekzaminini o'tkazish bo'ladimi? Yoki kitob chiqarib kitob sotganim bo'ladimi? Ahamiyati yo'q. Bularning hammasi tashabbuskorlik. Tashabbuskorlik bu biror ishni xayolot olamidan, demak, hayotingizga olib kelish bo'ladi. Biror ishni o'yladingizmi, o'sha ishni boshlab bajarish bo'ladi. Biror narsani o'ylab, u o'ylagan ishini amalga oshiradigan insonlar tabiiyki kuchliroq insonlar bo'ladi. Shuning uchun qanaqadir qiziq g'oya keldimi, darrov uni yozing va amalga oshiring. Sababi g'oyalar ko'payib ketsa bir kuni siz shunchaki fatig bo'lasiz, falaj bo'lib qolasiz va falajlik oqibatida hech qanaqa harakat qila olmaysiz. Har doim miyangizga yangi g'oyalar keladi, shunchaki ularni ro'yxatga qo'shasiz va uni amalga oshirmaysiz. Meni eng katta prinsiplarimdan bittasi shu, demak, tashabbuskorlik. Tashabbus degani boshlash degani, yangi birorta g'oya keldimi, uni amalga oshirib ko'rish degani. Uni natijasi nima bo'ladi ahamiyatsiz. U o'xshaydimi, o'xshamaydimi, ishlaydimi, ishlamaydimi, u sinab ko'rish imkoniyati. Tashabbus bilan boshlaysiz ishingizni. Demak, rus tilida initiativa deydi, ingliz tilida initiative. Nimadir boshlash. Tashabbus desa u yerda boshlash degan so'z yo'q, shuning uchun shunchaki boshlash deb nomlasak ham bo'ladi. Va bias for action, ya'ni harakatni oldinga surish. Iloji boricha harakatga intilish, harakat qilish, xohlash. Nimadir bilmaysizmi? Qilib ko'ring, bilib olasiz. Bu yaxshiroq bo'ladimi, u yaxshiroq bo'ladimi, bilmaysizmi? Urinib ko'ring, javobini o'zingiz topib olasiz. Demak, ko'pchilik menda ma'lumot yo'q-ku deb bir ish amalga oshirmaydi. Bilsaydim men qilardim deydi. Yo'q, ko'pchilik qilib bilyapti. Shuning uchun bu yo'lni doim tutishga harakat qilaman va tashabbuskorlik yana asosiy prinsiplarimdan yana biri. Va tashabbuskorlikdan keyingi keladigan prinsipim bu frugality. O'zbek tilida tarjima qilsak bu tejamkorlik yoki quruv deydi toshkentchasiga. Bu pulni tejash. Har xil nomlar bilan tanilgan o'zimizda og'zaki ijodda. Ziqnalik degan tarjimasi menga yoqmaydi, chunki ziqnalik juda ham yomon so'zda eshitiladi, lekin aslida siz ishlatayotgan resurs, bu masalan pulingiz bo'lsa, siz vaqtingizga teng. Siz shuncha vaqt ishlab, ota-onangizni vaqtiga teng bo'lishi mumkin. Ularni shuncha kunlik yoki yillik umrini siz zoya ketkazmaslikka harakat qilasiz va shuning uchun uni tejashga harakat qilasiz. Ziqnalik qilish bu aslida yaxshi narsa. Bu ko'pchilik bizda tushunmaydi. Doim eng qimmat mashinaga, doim eng qimmat uyga, doim eng qimmat moslamalarga, telefonlarga harakat qiladi. Va bu meni prinsipim bunga qarshi. Nimadirga pulim yetsa ham bu narsani olmayman. Agar u keltiradigan funksional shunga darajada foyda keltirmasa. Polshada demak uyda turganimda ham $1200 uyda turardim va 6 kishi yashardik bitta 3 xonali kvartirada. 5 kishi, 6 kishi va $200-250 dan pul to'lardik. Va 4 yil yashadim shu uyda. Endi siz hisoblab ko'ring. 4 yil davomida agar ziqnalik qilib, tejamkorlik qilib agar shu uyda yashamaganimda, men $60,000 xarajat qilgan bo'lardim kamida va yonimda $50,000 o'zim tejab qoldim. Qolganligi ham demak foydali bo'ldi. O'sha uy o'zida birga yashaganimiz 4 yil davomida ko'pchilik shogirdlar chiqardim. Ko'pchilik do'stlar orttirdim. Birga qancha startaplar qurdik, shulardan biri 42uz. O'sha tejamkorlik aslida yaxshi narsaligini unutmaylik. Misol uchun universitetga borayotganimda Polshada yo'l kira qimmat edi. Salkam $1, bitta avtobusga chiqishingiz. Men shunda nima qildim? O'rniga piyoda yuraman dedim. Kuniga 15 kilometr yoki undan ham ko'proq yurishni boshladim. Har kuni. Qarabsizki, men sog'lomman. Ham pul tejayapman, ham sog'lomman. Ko'p hollarda biz masalan velosiped olaman yoki nimadir olaman, mashina olaman desak, u yerda piyoda yurishimiz orqali ketkazadigan energiyamiz, keladigan g'oyalarni shunchaki almashib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun tejamkorlikni juda ham yaxshi ko'raman. Bu asosiy prinsiplarimdan bittasi. Va bu tashabbuskorlikka ham bog'liq. Aslida ko'pchilik tashabbus qila olmasligiga sabab pulim yetmaydi deb o'ylaydi. Pulim yo'q deb o'ylaydi. Agar pulim bo'lsa edi, men biznes qilardim deb o'ylaydi. Yo'q, sizda yetishmayotgan narsa bu pul emas aslida. Siz bittaki so'rashdan hozir o'zingiz orqaga tortyapsiz. Misol uchun IELTS topshirdim, kam baho oldim, 6 ball oldim. Ustoz kerakligini bildim.
ustozsiz tayyorlanib, o'rganib 6 ball oldim, endi menga ustoz kerak. Ammo ustozga to'lashga pulim yo'q. Nima qildim? Bir marta hamma o'qituvchilar tekinga dars beradi. Toshkentdagi ko'plab o'quv markazlariga borib, bepulga o'qib ko'rdim. Bir safar bo'lsa ham. Qanaqa kitoblar o'qiyapti, qanaqa resurslardan foydalanyapti, hammasini bilib oldim. Va lekin bitta ustoz yoqib qoldi. Bu ustoz ko'p urinib ko'rgan ekan, IELTS topshirib, bir kun 9 olaman deb o'zlariga maqsad qo'ygan ekanlar. Bu inson Bekzod aka Rahmetov. Bekzod akani ko'rib, qanaqadir ularni o'sha shijoati, harakatchanligini ko'rib, menga shu ustoz kerak dedim. Ustozga borib, ustoz meni pulim yo'q. Bitta darsga kelgandim. Keyingi oyga bepul o'qiting dedim. Va Bekzod aka hech ikkilanmasdan keling darslarimga dedilar. Va darslarga kelishni boshladik. Kech payt darslarga borardim. Hatto dars 2 soat bo'lsa, 4 soat ham qolib ketardik. Men ham kelib tashabbus qilib o'zim yangi mock ekzamlar uchun materiallar olib kelardim. Birga o'rganardik. Va shu insonni birinchi bo'lib O'zbekistonda 9 ball olganliklari meni juda ham xursand qilgan. Chunki men ularga ishonardim, ularning o'quvchisi bo'lganman va ular meni bepulga o'qitganlar. Shu taraflama tashabbus qilmoqchi bo'lsangiz, odatda menga pul kerak deb o'tiramiz, lekin yo'q, sizga tashabbus uchun ba'zida shunchaki so'rash kerak yoki intilish kerak. Aytdim boya IELTS dan 6 olganman deb, o'sha payt nima yetishmagan menda? IELTS asli 6 emas, birdaniga 7 olishim mumkin edi. Lekin yetishmagan narsa bu praktika bo'lgan, hayajonni yengishim bo'lgan, kerak bo'lgan. Shuning uchun demak mock ekzamenni o'tkazish niyatida men o'zimga yordam bera olmadim. Keling endi atrofdagilarga yordam beraman deb litseyda zam direktordan so'rab kutubxonani ijaraga olganmiz. Kutubxonani ijaraga olib, o'sha yerda Ismoildan so'raganman, kursdoshim borib uydan demak karneylarni olib kelgan, kolonkalarni olib kelgan. Printerdan chiqarib materiallarni olib kelganmiz. Abdullohdan so'rab speakingdan mock ekzamen qilib bering deganman. Writingni tekshirib bergan Nilufar degan kursdoshim. Hamma har xil ishlarni qilgan. Bitta jamoa yiqqanmizda yaxshigina bo'lmay pul ham topib olganmiz. Insonlarning muammosini yechib. Shu ham tashabbuskorlikka kiradi va bu ham ziqnalikka kiradi, chunki biz sotib olmaganmiz hech narsani ijaraga olmaganmiz. Demak, tashabbuskorlik bilan qanaqadir ziqnalikni biroz jamlasangiz, siz ajoyib startaplar qurishingiz mumkin bo'ladi. Va yana asosiy prinsiplardan biri bu oddiylik. Oddiylikni sevaman. Oddiylik yoqadi. Oddiylikka intilaman. Oddiy bo'lishga, bitta kiyimni e'tibor bersangiz 6 yil kiyganimni ko'rishingiz mumkin. YouTube'dagi eski videolarim hammasi shu katak ko'ylakcha bilan boshlangan. Yoki misol uchun Amazonda ishlayotganimda, bu ham ziqnalik. Amazonda ishlayotganimda ilk bor eng ko'p pul topishni boshlagan davrim deb o'ylayman. O'sha Amazon, Google'dan ham oldim. $100,000 yillik daromadga kelishganmiz. Hozirgi kun hisoblasangiz Amazonda bu $140,000, $130,000 to'g'ri keladi. Shunaqa oylik olishni boshladim va telefonim eski, yangilashim kerak. iPhone 14 chiqqan paytida o'sha payt magazinga borib iPhone 14 olaman deganimda rosa qimmat tuyulgan va olayotgan qiymatimni olmayapman, to'layotgan qiymatimni olmayapman deb ishlatilgan iPhone 3 buyurtma qilganman va hozir ham ishlataman shu telefonni. Hozirgacha shu telefon xizmat qilib keladi va shu telefonning o'zida dastur hikoyasi videolarini olganmiz. Dastur hikoyasida kameram bo'lmagan, hozirgidek kameram bo'lmagan, sifatli, chiroyli yozadigan, bunaqa katta chiroyli, orqasidagi soyalar bo'lmagan. Shunchaki boshlaganmiz va oddiy bo'lsa ham bloglar chiqarganman, oddiy bo'lsa ham maqolalar yozganman, oddiy bo'lsa ham demak nimadir ishlarni tashabbus bilan qilib ko'rganman. Siz ham hozir misol uchun nimadir ish qilganda solishtirishingiz mumkin do'stingiznikiga, solishtirishingiz mumkin qaysidir blogernikiga va bugun solishtirayotganimizda biz faqat mahallamizdagi qo'shnimizning o'g'lini o'z o'g'liga solishtirmayapmiz. Biz butun boshli respublika bilan solishtiryapmiz, butun dunyo bilan solishtiryapmiz internet tufayli. Shuning uchun oddiy bo'lishga urining. Ba'zida oddiy bo'lish murakkab bo'lishdan qiyinroq. Oddiy bo'lish bu hashamatdan ko'ra qiyinroq ba'zida. Hozirgi kunda shunaqa bo'lib qoldi. Ayniqsa insonlarning fikrlari tufayli. Misol uchun oddiy to'y qilaman desangiz qiynalasiz. Hozir oddiy to'y qilish qiyinroq o'sha hashamatli, jozibador to'ylarni qilishdan ko'ra. Chunki qancha insonlar sizga qarshi chiqadi, butun jamiyat qarshi chiqqanda siz qanday qilib o'zingiz bo'la olasiz? Shuning uchun bir taraflama oddiylik bizni yutug'imiz. Qaysi taraflama yurmoqchi bo'lsak, oddiylik bilan biz kamroq xarajat ham qilamiz. Oddiylik bilan biz o'zimizni solishtirmasligimiz ham mumkin. Oddiylik bilan biz tashabbuslarimiz ham osonlashadi. Chunki oddiy qilingan ishlarni ko'p marta qilsangiz bo'ladi. Misol uchun kichik blog boshlaganman. Nomini Fikrlog qo'yganman. Fikrlogda o'z fikrlarim bilan bo'lishganman. Bir qarichli, oddiy ko'rinishda yozilgan tekst. Bugun 19,000 ga yaqin insonlar har kuni shu Fikrlogni o'qiydi. Undan ham ko'ra ko'proq o'qiladigan bloglarga aylanib boryapti. Sababi nima? Chunki oddiy insonlar baribir o'sha oddiy tekstga xohlaydi oddiy o'qishni. O'sha jozibador videolardan ko'ra ko'proq o'qilishi mumkin. Qaytishimiz kerak, oddiylikdan boshlanib oddiylikka qaytishimiz kerak va oddiylikda gap ko'p. Undan keyingisi bu asosiy ikkitagina prinsip bo'lsa, siz o'rganishingiz kerak bo'lgan bu birinchisi. Bu mas'uliyat.
Mas'uliyat eng asosiy prinsipim. Mas'uliyat qancha ko'p olganim sari shunchalik kuchli bo'lib borayotganimni, mas'uliyat olganim sari haqiqiy erkak bo'lib borish mumkinligini ko'ryapman. Bugungi kunda jamiyatimiz noziklashib, zaiflashib ketayotganligi ham sabab mas'uliyatsiz insonlar oqibatida. Oila uchun mas'uliyat oling. Yaxshi o'g'il bo'ling, yaxshi ota bo'ling, yaxshi aka bo'ling, mas'uliyatli erkak bo'ling. Kasbimizni mas'uliyat bilan qilsak, agar hamma o'zini kasbini mas'uliyat bilan qilsa edi, qanaqa doktorlar, qanaqa dasturchilar chiqardi. Mas'uliyat bilan ish qiladigan insonlarni men juda ham yaxshi ko'raman. O'zim ham ulardan biri bo'lishga harakat qilaman. Bir inson demak mas'uliyat oldimi yelkasiga, bunda doim qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. Qo'ldan kelgancha o'rinish kerak, qo'ldan kelgancha ishlash kerak. O'smoqchi bo'lsangiz, ko'proq pul topmoqchimisiz, ko'proq kattaroq startaplar qurmoqchimisiz, ko'proq ishlarga erishmoqchimisiz, energiyangiz ko'proq bo'lishini xohlaysizmi? Ahamiyati yo'q. Ko'proq mas'uliyat oling. Onangiz uchun, singlingiz uchun, ayolingiz uchun, farzandlaringiz uchun mas'uliyat ko'proq oling. Shunda yaxshiroq va kuchliroq bo'lasiz. Mas'uliyat bilan katta kuch keladi. O'zi Peter Parkerda aytadi-ku, Uncle Ben, Spider-Man'da to'g'rirog'i. Katta kuch bilan katta mas'uliyat keladi deydi, lekin uning aksi ham to'g'ri. Siz mas'uliyatni o'z zimmangizga olsangiz, mas'uliyatga men xohlayman mana O'zbekistondagi eng yaxshi mana shu muammoni yechishi deng. O'sha mas'uliyatni oling, natijasidan qat'iy nazar. O'sha ishga qattiq bel bog'lang, uni natijasi ham go'zal bo'ladi. Shu taraflama 6-chi eng katta prinsipni mas'uliyatni belgiladik. Bu mas'uliyatga kundan kun ko'proq amin boryapman. Insonni ajratib turadigan ko'p narsa harakatlariga, natijasiga ham mas'uliyatga borib taqalyapti. Va so'nggisi, lekin eng muhimi va eng so'nggisi 7-chi prinsip. Buni aytmasam bo'lmaydi. Chunki solishtirish bizni baxtsiz qilyapti deymiz, lekin solishtirishdan-da ko'proq baxtsiz qilayotgan narsa bor. Bu qanoatsizlik. Prinsipni o'zi qanoat qilish. 7-chi prinsip bu qanoat. Qanoat juda ham go'zal narsa. Masalan, video olyapmiz hozir. Ko'pchilik youtuberlar qanaqa videoga oladi, video olishdan oldin qanaqadir kutilmalar qo'yadi. Bu video 100 ming marta ko'riladi. Bu video buncha marta ko'riladi deb o'ziga oldiga maqsad qo'ydi. Startup qilayotganda men millioner bo'lish xohlayman deb qiladi. Yoki dasturchi bo'lmoqchi bo'lsa, men Google da ishlayman deb ishini boshlaydi. Va bu insonlarning baxtsizligiga asosiy sababi shu. Kutilmalari juda baland. Nimadir ish qilyapsizmi? Kutilmalarni pasaytiring. Iloji bo'lsa kutilma umuman qo'ymang. Bitta insonning hayotini yaxshilasa ham ushbu video men xursand bo'laman. Kutilmalarimizni o'sha bittadan ham kamaytirganimiz yaxshi aslida. Men urinib ko'ring. O'xshasa ham, o'xshamasa ham xursandman deydigan inson bo'lishimiz kerak. Startup qurayotganda ko'p startaplar nega qilyapti? Nega oxirigacha bormayapti? Nimaga yaxshi niyatda boshlangan startaplar ham o'z nihoyasiga yetmayapti? Nimaga yaxshi blogerlar chiqadi-yu, yo'q bo'lib qoladi? Chunki ularning kutilmalari baland. Kutilmalari, masalan, dasturchilar ko'pchilik ish boshlayotgan insonlar hozir mana oramizda siz ko'rayotgan, siz bo'lishingiz mumkin o'sha ko'rayotgan inson. Dasturchisiz 3 oy bo'ldi ish boshlaganingizga, hali endi qachon ish topaman deb qiynayapsiz o'zingizni. O'zingizga imkoniyat ko'proq bering. Urinib ko'rishga ko'proq sharoitlar qilib bering o'zingiz uchun. Sababi kutilmalarimizni ko'paytirib yuborsak, qanoat qilmasak, unda biz hech narsa qila olmay qolamiz. Doim o'zimizdan ko'proq narsa kutib, hatto millioner bo'lganingizda ham baxtsiz yashaysiz. Qanoat qiladigan inson esa har doim harakatlariga emas, balki natijalariga qanoat qiladi. Harakatlarimizdan ko'proqni ham kutishimiz mumkin. Mas'uliyat oldikmi, yana ham ko'proq harakat qilishimiz mumkin, lekin natijasi bizdan emas-ku. Natijasiga biz tayanmaylik. Natija bizdan emas, Yaratgandan. Shuning uchun qanoat qilishni o'rgansak, juda ham baxtli insonlarga aylanamiz va ko'proq ishlar qila olamiz, qo'limizdan keladi. Chunki tasavvur qiling, sizga aytsamda, natijasi ahamiyatsiz deb. Siz ko'proq ishlar qilib ko'rasiz. Qo'rqmaysiz, natijasi o'xshaydimi, o'xshamaydimi deb umuman qo'rqmaysiz. Siz mock exam qilyapsiz. Fail bo'lsa ham qilasiz. Siz imtihon topshiryapsiz, natijasi ahamiyatsiz bo'lsa, siz o'shanga qo'rqmasdan kirasiz. Startup quryapsiz, natijasi qanaqa bo'lishini bilmaysiz, qo'rqmasdan kirasiz. Shuning uchun qanoat qilishni o'rganaylik azizlar. Qanoat go'zal, qanoatdan muhimroq prinsip menimcha hozir 7 talik ichida yo'q bo'lsa kerak. Qanoatni o'rganing va har doim imkoniyatlaringiz oldingizda qanaqa zo'r imkoniyatlar turibdi. Hozir internetingiz bor. Hozir ko'rayotgan qo'lingizda telefoningiz yoki kompyuteringiz bor. Shuni o'zi ham qancha ko'p resurs aslida o'ylab qarasak. Bundan ham unumli foydalansak, qanaqa yaxshi ishlar qilishimiz mumkin. Faqat to'g'ri yo'lda ishlatishni o'rganishimiz kerak. Ko'pchilik insonlar baxtsizligi ham sabab qanoatsizligi. Shuning uchun sizni baxtli bo'lishingizni xohlab, qanoatli bo'ling deb ushbu demak prinsiplarni yakunlaymiz. Hozir mana siz 7 ta prinsipni o'rgandingiz. Shunchaki eshitishdan, o'rganishdan hech qanaqa foyda yo'q.
Hozir shuncha narsani o'rgandingiz, agar unga amal qilmasangiz buni foydasi yo'q. Shuning uchun bitta prinsipni tanlang va hayotingizda qadamma-qadam, asta-sekinlik bilan qo'llashni boshlang. Xoh bu tejamkorlik bo'lsin, xoh bu qanoat qilish bo'lsin, xoh bu tashabbuskorlik bo'lsin, xoh bu solishtirmaslik bo'lsin, qaysi biri bo'lsa ham buni bittasini tanlang va yozib qo'ying o'zingizga maqsad qilib. Har kuni eslating, har kuni qo'llashga harakat qiling. Va bitta insonning hayotini yaxshilasa ham ushbu video demak bizning ham harakatlarimiz natijasi zo'r bo'ldi degan holatda bugungi videomizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha